84 kvadrat metrga 2 xonali tushirilgan Novostroyka uyimizga keldik. Yunusobod 10-kvartalda joylashgan 2 xonali 5-etaj 10 etajli Novostroyka, orientirimiz esa 3 qahramon krugi. Kvartiramiz yangi remontdan chiqqan, hali hech kim turmagan. Umumiy maydonimiz ham 84 kvadrat metr. Xohlasanglar 3 xona qilsanglar ham bo'ladi. Bunaqa narxga, bunaqa kvadraturali uyimizda yo'q. Xo'p, kirishimizdan prixoshkamiz keng. Chap qo'limizda sanuzelimizda boshlanadi. Sanuzelimizda razdeniya, hamma joyga kafil qilingan. Polnis uylarimiz emulsiyadan chiqqan juda ham chiroyli uy. Bu yerda mana hammomimiz, bu esa oshxonamiz. Oshxonamiz eski vtorichka domladagi zal razmeri bilan bir xil. 3.15 ga 5,5 metrdagi uzunligi ham uzun desega ham bo'ladi. Kotlovlarimizni qo'yilgan gaz vichkalarimiz bor. Bu yerda esa spalniy xonamiz. Spalniy xonamiz ham keng. Buni ham razmeri 3.15 ga 5,5 metr. Domimiz yo'l yuzida joylashgan, o'zining detskiy plashatkalari, parkovkalari bor. Parkovkadan umuman muammo yo'q. Bu esa zal xonamiz. Zal xonamiz ham keng. Razmerimiz kam 4 metrga, uzunligi esa 8 metr. Xohlasanglar buni 2 ga bo'lib, detskiy xona qilsanglar ham bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsa, narxini uy egalari 72 ming start edib aytishyapti. Kvartirangiz ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol savdo qilishingiz mumkin. Oson uylar biz bilan oson. Rahmat, sog' bo'ling.